Assalomu alaykum akalar. Mana xudo xohlasa yana bitta ishimiz tayyor bo'ldi. Bu ishimiz spanli bo'ladigan ish. Xudo xohlasa chiroyli chiqqan. Mana razmerlari 3.30 ga 2.30 bo'lishli. Raskladnoy bo'lgan. Tumbalari 4 ta. Qo'llari ham gold rangda. Mana kraskalari yaxshi bo'lgan, sifatli kraskalar ishlatilgan. Hozir spanli bo'lishini ham ko'rsatamiz. Qo'l bo'lishlari ajraydi, mexanizmli. Narigi qo'l bo'lishi ham ajraydi. Xudo xohlasa chiroyli chiqqan ishimiz. Hozir spanli qilib ham ko'rsatamiz. Mana spanli bo'ladigan holati. Mana ko'rishingiz mumkin. Spanli bo'ladi. Mana mexanizmlari yaxshi, qimmat mexanizmlar qo'yilgan. Materiallari ham mo'yshi. Mana endi buni hozir uголок qilib qo'yamiz. Mana endi uголок bo'lib qoldi. Ko'rishingiz mumkin. Xohlasanglar spanli, xohlasanglar uголок qilib turib, mana bu xonni qo'yamiz. Uголок bo'lib qoladi. Xohlasanglar damoygilar kelsa, spanli qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Kimga shu uголокimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Alichida bor. Xohlasanglar xohlagan razmerlarda yasab ham beraveramiz. Hammaga rahmat.